Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bugun biz sizlar bilan Beta 5 RP serverida kontrabanda qanaqa qilinishini o'rganamiz. Ya'ni mafiyada kontrabanda olib, kontrabanda qanaqa qilinishini o'rganamiz. Buning uchun sizlar o'zi mafiyaga qo'shilishinglar kerak. Men hozir Meksika mafiyasidaman. Mana hozir mafiyaga qo'shilishinglar kerak. Sizlar bizning Discord kanalimizga qo'shilib olsanglar, biz sizlarga biz sizlarni mafiyaga qo'shib qo'yamiz. Mafiyaga qo'shib qo'yganimizdan keyin sizlar bu yoqda kirganinglardan keyin tezroq pul topishinglarga yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni bu yoqqa kirganinglardan keyin qiynalib yurmaysizlar, ya'ni pul topish uchun. Bu yoqdan tez-tez olib 5,000 keyin 1,5 ming qilib tez-tez sof daromad qilib pul topasizlar. Hop, bizani kirganinglardan keyin promokod tersanglar bo'ladi. Pulli promokod tersanglar 12,5 mingdan 50 minggacha pul beradi. Keyin 2x navgilarni 2x tezroq ko'tarsanglar bo'ladi. Keyin VIPga beradi. Ya'ni VIPga nimaga kerak? VIP orqali narsalarni tezroq ko'paytirsanglar bo'ladi. 2x urovnilarni tezroq ko'paytirishinglar mumkin. Tezroq ko'targaninglardan keyin o'zani oilamizga qo'shilishinglar zo'rroq bo'ladi. Yana bir qulaylik taraflari, sizlar agarda mana shu pul degan promokodimizni kiritsanglar, men shaxsan o'zim sizlarga bir haftalik arendaga mashina olib beraman. Maza qilib tez-tez zadanalarni bajarib, pul olib, o'zinglar yangi mashina sotib olsanglar bo'ladi. Ya'ni mana shu yerda turgan pul degan promokodni kiritsanglar, sizlarga shunaqa narsalar beradi. Shaxsan men o'zim oldimga kelsanglar, men sizlarga o'zim mashina bilan uyga ham qo'shib qo'yaman. Bemalol kelsanglar bo'ladi. Bizani XYZ Family oilamizga qo'shilsanglar, shunaqa qulaylik taraflari bor. Keyin har kuni biz gaplashib o'ynaymiz. Biz bilan maroqli gaplashib, qolib chiqarib o'ynasanglar bo'ladi. Qani unda biz bajaramiz. Buning uchun bitta oldiga kelamiz-da, Mateo degan operatorlarga yana bosib qo'yib, mana работа с этим yo'limni bosamiz. Men o'zi olib bo'lganman. Keyin vizet kontrabanda. Mana kontrabandani berdi. Keyin bitta lokatsiya berdi. Ya'ni biz bu odam borib, odamni olib joyiga yetkazib qo'yishimiz kerak. Keyin kontrabandadan ham yetkazib berishimiz kerak. Qatga hop ko'rib olamiz. Qatga yetkazib berishimiz kerakligini. Berishimiz mana. Kontrabanda shu bo'ladi. Shuni yetkazib berishimiz kerak. Qanunda ketdi. Albatta kamarni taqib olamiz. Mana manzilga yetib keldik. Endi biz bu yerdan topishimiz kerak. Mashinadan tushib boramiz-da. Bu yerga kelib, oxirgi oldiga kelib kranni bosamiz. Voqea bilan ergashib mashinamizga minadilar. O'tirdilar cho'jlar. Uzoqga berdi. Birinchi kontrabandani tashlab kelamiz. Mana bu yerga ham kelib oldik. Endi bitta brat topishimiz kerak. Shu bratga beramiz. Mana bu. Mana bu 1875 berdi.
Endi opani manzillariga yetkazib qo'yishimiz kerak. Bolalar o'sha gap. Kirganinglardan keyin promokod, ya'ni mana F10 tugmasini bosib turib, mana burada настройкani bosasizlar. Keyin приглашение degan joyga katta harf bilan pul и сохранить deb bosasizlar и shuni skrinshot olib tashlaysizlar, bo'ldi. 12,5 mingdan 50 minggacha pul beramiz. Keyin o'zi vipka beradi. Keyin 2x olib ko'tarasizlar tezroq. Keyin o'zimiz uyga qo'shib qo'yamiz. Keyin bir haftaga mana bunaqa super kartalardan olib beramiz. O'zinglar yoqtirgan super kartalardan bir haftaga olib beramiz. Bemalol unaverasizlar. Shu qatorda bizani Discord linklarimiz orqali Discordimizga kirsanglar, bolalar bilan gaplashib o'ynasanglar ham bo'ladi. Biz o'zimiz familyga qo'shib ham qo'yamiz. Familyda anafalarni ko'tarasizlar. Bolalar bilan gaplashib, ko'p narsalarni o'rganib, bemalol o'zinglarni navigalarni, o'zinglarni uровньlaringni ko'tarsanglar bo'ladi. Bemalol. Mana shunaqa narsadan olib beramiz. Kirib turib, pulni bossanglar, keyin обязательно skrinshot olish esinglardan chiqmasin. Agar telefoninglar yoninglarda bo'lsa, telefonda rasm olsanglar, undan ham zo'r bo'ladi. Pastida yozuv chiqadi, yashil bilan. O'sha yashil yozuv ham tushgan bo'lishi kerak. Albatta. Aytgan joyga keldik. Buni yaqinlashsa, opam o'zi tushmadilar. Shu ovqat qo'ysa yo'q. Mana 650 berdi. Bolalar sizlarga maslahat, agar yangi kirgan bo'lsalar, shunaqa qo'linglarga ko'proq pul tushsa, maslahatim sразу bankka kelib, pullarni qo'yib qo'yganinglar yaxshi. Chunki agar birindan qilib, pullarni yechib olishi mumkin. 5 mingni tashlab qo'yamiz o'zi. Ana ko'rib turganinglar akademik kontrabanda shunaqa. Shunaqa qilib bemalol tez pul topsanglar bo'ladi. Ko'rgan bo'lsanglar 10 ming topish judayam tez 10 ming pul topib qo'ydik. Otishma bo'layotgan ekan. Mana shunaqa qilib bolalar videoni shu yerda tugadi. Qanaqa qilib kontrabanda qilish shu mafiyadan qanaqa qilib tezroq pul topishni o'rgandik. Bolalar обязательно kirgandan keyin bizani pastdagi linklarimiz orqali Discord anaqamizga kirish esinglardan chiqmasin. Keyin kirganinglardan keyin o'yinni topganinglardan keyin F10 knopkasini bosgan holatda настройка mana bu belgini bosib, приглашение degan joyini bosib turib, pul deb yozasizlar katta harfda va uni pul deb yozib, сохранить deb bosasizlar. Mana bu yerda yashil yozuv chiqadi. Yashil yozuv chiqqandan keyin bitta skrinshot olib, Discordga tashlasanglar, sizlarga bir haftagacha mashina uyimizga qo'shib qo'yamiz.
Shu yerda videomiz tugaydi. Sizlar bilan Javohir Xtezi. Kuninglar xayrli o'tsin.